Bugungi kunda giyohvandlik vositalarini tarqalishiga qarshi huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan bir qator tezkor tadbirlar olib borilib, qonun ustuvorligi ta'minlanmoqda. Zakladchiklik qilib pul topaman degan shaxslar shuni unutmasinki, ularni qonunda belgilangan jazo kutib turibdi. Ya'ni giyohvandlik vositalarini tarqatishga, sotishga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasiga ko'ra sud hukmi bilan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Giyohvandlik vositalarini zakladka usulida tarqatayotgan shaxslar bir so'z bilan aytganda qopqonga tushdi hisob. Tushuntirib beraman. Demak, kimdir ish qidirib, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zi tanimagan, bilmagan shaxs bilan muloqotga kirishadi. Ijtimoiy tarmoqda muloqotga kirishgan shaxs unga ish taklif qiladi va mo'maygina maosh ham va'da qiladi. Birinchi galda o'sha noma'lum shaxs ish qidirib yurgan odamning shaxsiy ma'lumotlarini so'raydi. Pasport yoki ID karta suratlarini talab qiladi. Agar ish qidirib yurgan odam unga shaxsiy ma'lumotlarini bersa, qopqonga tushdi hisob. U ishga yollanadi, giyohvandlik vositalarini 1-2 kun tarqatadi. Uni giyohvandlik vositasi ekanligini bilib qolgandan so'ng ortga qaytmoqchi bo'ladi. Ya'ni unga ish bergan shaxsga yozadi: "Men giyohvandlik vositasi ekanligini bilmagan edim, fikrimdan qaytdim, bu ishni to'xtatmoqchiman" desa, "Meni sportchilarim bor, seni borib yaxshilab kaltaklashadi" deb tahdid qiladi. Bundan tashqari, shaxsiy ma'lumotlaringni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim qilaman va sen jinoiy javobgarlikka tortilasan deb qo'rqitadi. Va giyohvandlik vositalarini zakladka usulida tarqatib yurgan shaxs bu ishni davom ettirishga to'g'ri keladi. Baribir u qo'lga tushadi. Unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atiladi. U ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazo oladi. Endi o'zingiz ayting, ijtimoiy tarmoqlarda ish qidirgan odam birinchi galda ishning nima ekanligini bilib olsa bo'lmaydimi? Agar u noqonuniy ish bo'lsa, ortga qaytish uning o'zini qo'lida. Yoki bo'lmasam, ish beruvchi bilan yuzma-yuz ko'rishib, mehnat shartnomasi tuzib, uning qonuniy yoki noqonuniy ekanligini bilgan holda, ya'ni ishni keyin ish boshlasa, menimcha maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bugungi kunda ko'pchilik fuqarolarimiz mo'maygina pulga uchib, narko laboratoriya tashkil qilayotganligi ham bor gap. O'tkazilayotgan tezkor tadbirlarda o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz, tashkil etilgan narko laboratoriyalar faoliyatiga chek qo'yilmoqda. Mana shu yerda giyohvandlik vositalarini zakladka usulida tarqatayotgan shaxslarning ota-onasiga ham jiddiy murojaatimiz bor. Siz farzandingizni qanday nazorat qilyapsiz? Unda ortiqcha pullar, mo'maygina pullar o'z-o'zidan paydo bo'lsa, nazorat savollarini bermaysizmi? Axir farzand sizniki-ku. O'g'lim yoki qizim, bu pullarni qayerdan topding? Senga qisqa fursat ichida bunday katta pullarni kim berib qo'yadi? degan savollarni bersa bo'ladi-ku. Savollar berilmaydi, farzandlar nazoratsiz qoldiriladi va ular jinoiy javobgarlikka tortilib, panjara ortida o'tirishiga to'g'ri keladi. Men yana takror aytaman. Siz ish qidiryapsizmi? Birinchi bo'lib ishingiz nimadan iborat ekanligini yaxshilab bilib oling. Mehnat shartnomasini tuzgan holda qonuniy ish qilsangiz, sizning topgan tutganingizda ham baraka bo'ladi. Dono xalqimiz barakada gap katta deb bejiz aytmagan. Jinoyatda gumonlangan shaxslar doim bir gapni aytadi: "Men qilgan ishimdan pushaymonman" deydi. Ular pushaymon bo'lganda g'isht qolipdan ko'chgan bo'ladi. Ya'ni ular qo'lga tushib, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'ladi. Odatda men ko'p muloqot qilgan gumonlanuvchilar bu ishni endigina boshlagandim deb o'zini oqlamoqchi bo'ladi. Ular aslida bunday ish bilan topilgan pullarga mahliyo bo'lib ulgurishgan. Giyohvandlikka qarshi faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari qarshi kurashishi yetarli emas.
Mazkur zahri qotilga qarshi birgalikda kurashaylik. Buning uchun Ichki ishlar vazirligining 7/24 rejimda ishlaydigan kol markazi faoliyat yuritmoqda. Mazkur kol markazga agar sizda giyohvandlik vositalari, ularni sotayotgan shaxslar haqida biror bir ma'lumot bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib aytishingiz mumkin. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz sir saqlanishi kafolatlanadi. Bundan tashqari, Telegram orqali Stop Narkobotga ma'lum qiling. Shahrimiz, yurtimiz, mahallamiz xavfsizligiga barchamiz birdek mas'ulimiz. Mazkur video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining YouTube kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin.